Salom do'stlar, bugun biz mana bu kompyuter savdosi degan marketni ko'rib chiqamiz. Buni o'zim ochdim. Mana buni linkini bu videoni ostida qoldiraman. Bu yerda nimalar bor? Bu yerda kompyuterning elementlari, masalan, Core i5 2500 150 ming. Keyin DDR3 8 GB, bu ham 150 ming. Bu MyPro 500 vattligi 100 ming. Mana H61 platasi 150 ming. Bularni sotib olish uchun shu guruhga qo'shilasiz va men yoki adminga yozasiz. Mana meni lichkam owner, bu admin. Mana bu yerda rasmlari, ma'lumotlari hammasi bor. Yozsangiz BTS pochta yoki Yandex Kargo orqali jo'natib yuboramiz har xil shaharlarga, O'zbekiston bo'ylab. Xohlaganlar qo'shilsin, sotib olmoqchi bo'lganlar. Xohlasalar kompyuter terib berish xizmatini ham qo'shib beramiz. Ya'ni sizlar xohlagancha kompyuter terib beramiz.